Assalomu alaykum. Doniyor Beydev YouTube kanali a'zolari. JavaScript'da 11-darsimizga yetib keldik. Bu darsimizda ko'rib chiqadiganlarimiz null va undefined. Ya'ni data tiplarini ko'rgandik, primitiv va non-primitiv. Bu null va undefined bizda primitiv data tiplariga kiradi. Ya'ni bu joyda bir ko'rib oladigan bo'lsak, mana xo'p, mana JavaScript'da data tiplar, xo'p, null, undefined, boolean, number, begin, string, symbol. Biz ko'rib chiqdik numberda va stringda. Endi null va undefined ko'rib chiqamiz. Keyingi darslarimizda booleanlarni ko'rib chiqadigan bo'lsak, bizda ketma-ketlik yaxshi davom etadi. Xo'p, null va undefined nima? Xo'p, undefined nima deydigan bo'lsak, undefinedga to'xtaladigan bo'lsak, undefined ma'nosiz, qiymat hali berilmagan degan ma'noni anglatadi. Xo'p, buni qanaqa qilib ishlatamiz? Xo'p, eski kodlarimizni o'chiradigan bo'lsak, misol uchun let age degan narsa bor. Bizda yana bitta o'zgaruvchi va unga hech qanaqangi qiymat bermay shuni chaqiradigan bo'lsam, konsolda age deb va buni go live qilib ocha oladigan bo'lsam brauzerda va inspect qilib buni ko'rib olsam, xo'p, bitta yangilayman va buni yaqinlashtiradigan bo'lsam, ko'rib turibsizlar, undefined, ya'ni ikkinchi qatorda undefined chiqyapti. Xo'p, buni tushuntiradigan bo'lsam, undefined qaysi holatda ishlaydi? Ikki xil holatda chiqadi xolos bizda. Undefined o'zgaruvchi bor va uni qiymati berilmasa undefined, va o'zgaruvchi bor va uni qiymati undefined ga teng bo'lgan holatida bizda undefined qaytaradi. Mana ko'ryapsizlar? Ikkinchi holatini ko'rsatsam bo'pti mana. Xo'p, misol uchun name. Bunga hech qanaqa qiymat berilmadi va konsol logida shu name ni chaqiradigan bo'lsam, mana birinchi qatorda age va ikkinchi qatorda name. Ko'ryapsizlar? Ikki holatda ham bizda undefined beryapti. Ya'ni undefined ikki xil holatda chiqadi. O'zgaruvchi bor va uni qiymati undefined ga teng, o'zgaruvchi bor va unga hech qanaqangi qiymat berilmagan holatlarda bizda undefined qaytaradi. Xo'p, ikkinchisi bizda null. Null nima? Ma'nosiz, qiymat yo'q degan ma'noda anglatadi. Xo'p, bu holatda let deb turib ism deb misol teng null qilsam va buni konsolda ko'radigan bo'lsam, null null deb qo'ydim avaga. Ismni chaqirishim kerak edi. Uzr, mana ismni chaqirsam va null ga teng. Xo'p, buni yana qaysi holatlarda ko'rishimiz mumkin? Misol uchun let result deymanda, result teng. Misol uchun ularda o'chirib turadigan bo'lsam, age'im nimaga teng menga hozir? Undefined ga age plus misol 10 deb qo'yadigan bo'lsak, shu joyda endi biz result ham oladigan bo'lsak, konsolligida result va to'rtinchi qatordan nima chiqayotganini ko'ramiz. None. Xo'p, not a number ekan bu. Xo'p, buni o'rniga undefined qo'yadigan bo'lsak-chi. Not a number, ya'ni number emas. Undefined ga ko'rdingmi? Raqamni qo'shadigan bo'lsak, not a number chiqyapti. Xo'p, nulllarni qanaqa holatlarda ishlatamiz? Nulllarda bu misol uchun bizda forma bor, formani to'ldiryapmiz. Ismi bor, familiyasi, yoshingiz, emaillarni kiritdingiz va uni xato kiritadigan bo'lsangiz, clear deb bosmoqchi bo'lsangiz, ya'ni tozalash tugmasini bosganingizda shu hammasini bizda null ga tenglab beradi. Ya'ni bu bizda 0 ga teng, ya'ni JavaScriptda 0 ga teng. Buni ko'rsatadigan bo'lsam, mana result deb bu resultni o'chiradigan bo'lsak, xo'p, men ko'rsatmoqchi bo'lgan narsa bu edi, haliginda adashib ketdik. Ctrl Z, Ctrl Z teng null. Ismdan nimaga teng hozir bizda? Null ga plus misol uchun 10 deyapman. Endi resultni natijasini ko'rib oladigan bo'lsam, result va buni natijasi bizda necha teng? 10. Ko'ryapsizmi? Ya'ni bizda null necha teng ekan? JavaScriptda 0 ga teng. Ya'ni 0 qiymat beradi. Misol nechini qo'shsangiz ham, misol 15 qo'shsangiz ham baribir bu o'zgarmaydi, 15 chiqaveradi. Ko'ryapsizlar, nullda ham. Xo'p, farqlarni ko'rib chiqamiz. Undefined JavaScript tomonidan o'zi beriladi, ya'ni o'zi beryapti, ya'ni o'zgaruvchi bor va unga qiymat bermagan holatimizda qiymat hali aniqlanmagan, ya'ni qiymat berilmagan bo'ladi, ma'lumotsiz, ya'ni umuman hech bola qaytarmaydi. Null dasturchi tomonidan qo'lda beriladi, ya'ni null o'zimiz yozamiz, ya'ni nullni JavaScript bizda bermaydi. Qiymat aytaylik bo'sh, ya'ni 0 qaytaradi, bo'sh ma'lumot qaytaradi bu. Xo'p, endi biz data tiplarini ko'radigan bo'lsak, mana let ism dedikda va bunga null berdik. Endi let age va teng dedikda bunga undefined deb berib qo'ydik. Shu narsalar ham tushib qolishi mumkin. Sizda type of da tekshiramiz data tipini. Type of va konsol logida ikkinchisini type of ni ko'ramiz. Type of nimani? Age da. Qaranglar. Bizda undefined data tipi bizda undefined beradi. Ya'ni bu qatorda nima chiqishi kerak bizda hozir? Data tip undefined. Va endi bizda null qanaqa data tip chiqaradi desangiz, object. Shuni bitta ko'rib oladigan bo'lsak, mana object ko'ringan.
Null qanaqa data tip type of'da tekshiradigan bo'lsak, bu object. Ya'ni JavaScript o'zining xatoligi desak ham bo'ladi, lekin object qaytaradi bu. Ko'ryapsizlar, shunga e'tiborli bo'lib qo'yinglar. Qaydadir shu savol tushib qoladigan bo'lsa, nullni data type of'da tekshirsak, data tipi nima deb chiqadi desak, object. Xo'p, bugunga bizda shular. Keyingi darsda ko'rishguncha, video yoqqan bo'lsa like bosib, kommentariyalar yozib, dasturchi tanishlaringizga jo'natib qo'ysangiz yaxshi bo'ladi, foydali bo'ladi. Keyingi darsda ko'rishguncha